necha marta shunday tanbeh berilsa, keyin diqqatli bo'lasiz. Bir martada diqqatli bo'lasizmi? Savolda. Qiyin 2 martada, 3 martada. Bitta hikoya aytib beraman hozir. Bir odam rosa qimmat mashina oldi. Yaqinda o'qib qoldim-da endi. Aytib bersam foydali bo'ladi deb o'ylayapman. Jaguar dedim. Jaguar dedim. O'shanaqa rosa qimmat mashina oldi-da va o'sha kirgani mahallada mashinani haydarkan, boyagi bolalar mashina orasidan yo'l chekkalarida faraz tasavvur qiling, yo'lda ikki chekkasida avtomobillar, mashinalar park qilingan, ya'ni. O'shalarda orasidan biror yosh bolalar yugurib qolmasin deb sekin haydab ketyapti. Ayni paytda o'zida mashinasini go'zalligidan, qimmatbaholigidan ichidan bir maza qilyapti endi. Ikkita maqsadda diqqatli. Birinchisi birovni urib ketmay deyapti, ikkinchisi mashinamga ziyon yetmasin deyapti-da. Lekin qaradiki, bir tosh uchib kelib mashinasiga qars etib tegdi. Yo'l bo'lsa, bunday pastlikdan tosh uchib kelib, kim otganini ham ko'rmadi. Mashinadan g'azab bilan tushdi va boyagi park qilingan mashinalarda o'sha toshlab kelgan tomonga bordi, bir bolacha turdi. Bolani ko'tarib shu yerdagi mashina kapotini ustiga qo'ydi-da, "Sen aqling joyidami? Sen hozir necha pullik mashinani bu ishga yaramaydigan holga olib kelding. Bilasanmi, men buni ta'mirlatish uchun qancha pul sarflayman?" deb boyagi butun boyagi ichidagi g'azabini, mashinasini necha pullik turishini-yu, endi u bir aybdor mashina bo'lib qolgani-yu, uni narxi tushgani-yu, uni tuzatishga qancha pul ketishi-yu, hammasini aytib boyagi bolani juda abgor qilib tashladi-da. Keyin boyagi bola o'ziga kelib, amaki, men rosa ishora qildim, lekin hech kim to'xtamadi. Keyin tosh otishga majbur bo'ldim. Meni bir nogiron akam aravasida pastga qulab ketdi. Qattiq yaralandi. Men kuchim yetmayapti uni ko'tarib aravasiga o'tkazishga. Aravasini olib tushdim. Lekin o'zini o'tkaza olmayapman aravasiga. Qancha odamlarga qo'l ko'tardim, hech kim meni ishoralarimga qaramadi. Shuning uchun tosh otishga majbur bo'ldim. Siz akamni ko'tarib aravasiga o'tkazishga menga yordam berasizmi dedim. Boyagi odam qotib qoldi. Tushdi. Yiqilib yotgan, u yor bu yeri qonagan bolaning akasini o'zini aravachasiga o'tkazdi. Cho'ntagidan oppoq ro'molchalarini chiqarib, qonagan joylarini artdi. Boyagi kichkina bolacha tosh otgan bola nima qilishini bilmadi. Indamasdan akasini aravasida sudrab ketdi. Bu Jaguarning egasi sekin shoshmasdan mashinasiga borib o'tirdi va yana shoshmasdan haydab ketdi va juda uzoq yurdi. Bilasizmi, keyin nima bo'ldi? U hech qachon o'sha tosh tekkan joyni tuzattirmadi, remont qildirmadi. Bilasizmi nimaga? Bu saboq hech qachon esdan chiqmasligi uchun. Qaysi saboq? Hech qachon odamlar bir narsani bunga tushuntirish uchun, ahvollarini anglatish uchun, qiyinchiliklarini tushunarli bo'lish uchun bunga bir tosh otish majburiyatida qolmasin undan keyin. Odamlar yordamga chaqirish majburiyatida qolmasin. U darajaga bormasdan odamlarning muammolarini ko'rish, his qilish, ularga yordam berish doim esida turishi uchun u joyda remont qildirmadi. Biz nima hissa chiqaramiz bu hikoyadan? Alloh azza va jalla har doim bir narsani to'g'ri qilar ekanmiz, noto'g'ri qilar ekanmiz, bir shaklda biz bilamiz aslida, bizga bildiriladi, lekin biz shoshib, chopib, havolanib yurganimiz uchun
biz u muammolarimizni, hayotimizga kelayotgan bir muammolarni ko'rmaymiz. Agar kelgan bo'lsa, ularning yechimini topmaymiz. Keyin qayerdandir bir qattiq tosh kelib tegadi bizga. Shuni tushunib yetishimiz uchun. Bir joydan tosh ottiradi. Keyin tushunib yetamiz. Agar diqqatli bo'lganimizda edi, bizga u toshlar kelib tegmasdi. Taqdir yo'limizda u toshlar uchishga majbur bo'lmasdi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni bundan chiqaradigan hissamiz shu. Bizga kimdir ovozini chiqarib, qaysidir bir harakati bilan yordam so'rashini kutmasligimiz kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, agar hayotda yashar ekanmiz, diqqatli bo'lmasak o'zimizning hayotimizga, e'tiborsiz bo'lsak, shoshib, hovdirab, dovdirab, havolanib, kibrlanib, dimoqlanib yashasak, qaysi bir kun bir joydan bir tosh uchib keladi-da, aqlimizni joyimizga tushirib